Bugun biz videomizda Minecraft'dagi rejimida Minecraft GT'lardan boyib ketishga o'rganamiz. Video boshladik. Xo'sh, kerakchi. Nimaga video boshlasam qotdi. Qat'iy qoldi. GT'lardan pul topishimiz kerak xullas. GT'lardan qanday pul topsa bo'ladi? Qarada. Bundan mamlakatlarda Netherworld'ga bitta izmurt beradi. Mamlakatda endi ko'rgan sochilar bo'lsa, 16 tasini 200 ga sotib olsa bo'ladi. Xo'sh, lekin bizda asosiy rollar bitta jitirimiz bor. Mana mening jitirimiz bor, yozib qo'ygan mana. Bitta izmurtga bitta sotadi. Mashina meninglar boshlaydi. Men bitta 14 ta izmut item qo'yamiz. Nima qilishni kommentariyaga yozinglar. Mana item go bir bola deb turibdi. Xo'sh, kerakchi bizga 10-kitob bilan izmut kerak. Bu ma'mul bitta paperga mana bitta izmut beradi. Men bitlarda bir bola beradi. Mending kerak. Mending uchun bizga olish uchun bizga kerakli kitob bilan bizga izmurt kerak. Endi savol bo'lsa, biz izmurtdan olamiz. Izmurtni sizlar bitta jiddiy qilib ko'rib, rammuza qo'ysanglar, sizlar manaqa sotadigan bo'laman. Oldin 3 ta oltinga bitta izmurt sotadi. Keyin mana bunaqa shisha ham bor. 9 shishaga bitta izmurt sotadi. Biz hozir bitta oltinga qo'yamiz. Mana 2 ta olib qo'limga. O'shmana. Bunday choqqada qilasizlar, keyin 12 ta izmurt berasizlar. Bundan oshiq bera olmaydi. 12 ta mingdan oshiq berolmaydi. Keyin bitta qo'yasizlar bu izmurtlarni to'plab, mana bunaqa joylar bor bo'lsa, olmoli sotinglar auksionga mana. 16 ta izmurtga bir stak olma beradi. Auksion qarashada mana 345 ga 349 ga, ya'ni 350 gadan sotyapman. Men bitta olma sotyapti, bu 300 gadan sotyapti. Men oxirida sotaman. Plus orada ochilib turadi mana. Yana ochildi. Shunaqa olaverasiz. Endi biz kitobni olamiz. Kitob topishlardan ko'ra sizlar mana ularni izmutlar yig'ib men hozir izmut yig'ib qo'ydim mana. Shuncha izmut yig'ib qo'yganman. Endi hozir izmutlarni maylab olishim kerak. 3 tayu 3 ta. Buncha ana bundaqa olamiz. Bismillah. Kel. Bunisiga men. Kel. Bu kitobni tugadim. Endi meninglarni sotishimiz kerak. Deb yozamiz. Endi bitta auksion yangilanib qolgan. Bundan qilib yangi narsalarni bilganlar enchantga kirib endi bitta bizga mening kerak. Kim mening sotyapti, sotmayapti. Mana meningga 89 gadan sotishyapti. Bu ham 89 boshqa arzonroq kelayapti. Mashinani lekin mashina 400 ga sotib oldim auksionga. Mana bitta mening 230 ga. Mening 90 ga. Eng arzoni 89 ga o'xshayapti. Yo'qlarda 100 ga. Bo'ldi bolalar. Biz endi bu meninglarni qanchadan sotsak bo'ladi? 84 ga sotamiz. Agar telefon bo'lsa shunaqa qilib anaqa vositalar bo'ladi. Bunaqa nusxa olib, pin qilib qadab olasa keyin eshitmaydi. Ular mening qo'limizga olib sotaveramiz. Ketyapti hammasi. Keyin reklama ham berib qo'yishimiz kerak. Odamlar bilishi kerak.
Askeriyatchi men shunaqa qilib mana 1.85 million pulim bor. Ya'ni 1.850 pul bor. Undan oldin menda 5.850 pulni nima qildi deyishlar mumkin. Yani bir narsalar olib tashlab, undan tashqari mamlakatda men buni hayron. Ya'ni bu bizga 5 zarba qo'shib beradi. Mana mamlakatda 5 zarba. Sida uni bosib beradi salgan. Shuncha 3 million yozgan, arzon yozib qoldilar. Xo'sh, yana ochilgan bo'lsa, yana ochilmoqda. Boshqa seksiyalar bo'ladi. Keyin men bitta bu jihatdan olma olamiz. 12 ta izumrudga 67 olmasa ketgan bo'ladi. Ular shuna qilib jihatlardan pul topishlar bo'ladi. Qatish uchun uzr, nasib etasini qo'yib olishim kerak edi. Optifine o'rnatib oldim. Obunachingiz yozib qo'ygan kommentariyaga, keyin men hadebini YouTube'dan ko'rib Optifine o'rnatishni ko'rib qilaverdim. Men o'rnatsam o'zi yaxshi. Rahmat hammaga, kim o'rgatgan bo'lsa ham qatnay qoldi. Maza qilib o'ynayapmiz mana. Videolar chiqishi. Undan keyin kanalda video chiqmay qoldi. Buncha sizlardan uzr so'rayman. Mana mana kechikib o'tdilar, yana davom etdik. Narsani aytadigan bo'lsam, bitta strenchlik kirgan. Mana bu kirgan Amerikan Fortune ekipini to'g'rikani turu 6 kitga. Men kitlar altıda 700 kaga oldim kitgan. Kitlar kirib tursa bo'ladi, kerakchi. Endi bizdan butun arzon men minglarga chatga qo'shlar, odamlar ko'radi. Agar sizlarda ikkita jitil bor bo'lsa, ko'paytirishgan bo'lsanglar, hozir ko'chdan bitta bolachasi bor ekan. Jitillarning bolachasi. Qanday bitta bor? Bitta yo'q nimaga? Nima qotyapti? Bu nima qotadi? 90 100 ga kerakmi? Hani bir qayerda? Bitta yo'q ekan. Chiqib ketdi shekilli shu. Bitta yo'q chiqib ketmabdi. Ulaslar bu jitil agar sizlar jitilmas, nima qilasizlar? Jitilda ikkita divan kerak. Обязательно ikkita divan kerak. Suvoz agar divan bo'lmaydi, mana kerakchi. Men bunda qilib sabzlarni yo buni sabzi kartoshka shunga o'xshanaqalarni keyin ko'payadi. Qur'onni ko'rsizlar kerak. Mana men blok olamiz. Olib bitta qo'yib mana maslab qo'yish kerak xolos. Deylar ko'paymay qoladi. Bo'ldimi yo'qmi shuni bilib turganim. Qo'ysalar savdo bo'ladi. Jitillarga savdo qilib sotaverasiz mana. Kerakchi mashitda nima qilishyapti. Xullas video uzun ketgan bo'lishi mumkin. Hammalarga rahmat. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, ko'rganlarga bugun biz Manchester jitillar pul topishni o'rgatgan, minglar olib, o'tgan vaqtda ham menda jitil bor ekan edi. 16 ta izumrud 16 meni sotardi, lekin video olishga ulgurmadim. Shu vaqtda video olishga urindim. Xullas video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Aytgancha 70 ta bo'lgani uchun hammaga rahmat. Xullas bugun video shunday bo'ladi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Hammaga sizlar bilan meteoriz bo'ldi.